Hamma salom bilan sizlar bilan men Artex Minecraft. Janob sizga nima bo'ldi? Shu mashinani benzin tugab bo'ldi, tushunarsan. Bu mashinangiz xullas metalonga topshirib oling. Nima deyapsiz? Yangi mashina bu, ko'rmayapsizmi? Endi haliga qo'shiq chiqqanda uni qo'shiqqa moslab olgandim-da. Ko'k juguli derdi-yu. Demak, rasvo mashina sizga aytsam. Benzin tugabdi, o'tgan safar buzilgan edi. Qayerga ketib qoldi gaplashdimi? Uni do'konda klientlarning ko'pligida. Obunachilar klientlar ko'pligida. Yo, bola. Bu vashchi ko'p klienti. Voy, mijozlar vashchi ko'p ekan. Men do'konimda kimdir kirganmi o'zi? Qani kirib qo'yaylikchi. Yaxshi. Obunachilar bizning do'konda ancha odam bor ekan. Sanjar, qalaysiz? Qalaysiz? Xo'p. Bola, ancha klient bor ekan, mijoz bor ekan biz do'konda ham. Obunachilar yaxshi. Xo'p. Jugulisi oldida ochib ketib qopti, kapot yo'qmi? Endi menga farqi yo'q. O'lib ketmaydimi? Men bitta rejam bor. Xullas do'koncha ochdik. Undan yaxshi so'qqa kelyapti. Xullas shu yerlarni men sotib oldim. Ko'ruvchi bu yerda men nima desam ekan? Xullas bir polischa qurib, xullas firmacha qilib sabzavot sotaman, ya'ni sabzi, kartoshka, xullas shunaqa qilib sotaman. Hozir sabzi, kartoshka olish uchun shahardagi haligi qishloqqa borish kerak. Shahardagi qishloq. Xullas o'sha uylar tomonga borish kerak. O'tgan videolar ko'rganlar biladi. Xo'p, u yerga bormasdan shu yaqindan domdagilar tushib olib ketishlari mumkin bo'ladi shunda. Men ham ancha so'qqa qilaman. U qishloqdagilar o'zlaridan olishaveradi. Bu yerda ham do'koncha bor ekan-a? Bu yerda ham sotib olaman, pulim ko'p bo'lsa. Keyin arendaga sotib olib, keyin arendaga beraman, to'lab yotadi kimdir. Xo'p, men shaharning hokimining oldiga kelyapman, ya'ni qishloqda mer deyiladi, endi bu qishloqdagilarda. Assalomu alaykum, hokim shu yerdami? Kiravering. Xo'p, okey. Nima? Tushunmadim. Nima bo'lyapti? Ana choynak tepada turibdi. Qiziq. Fizika tufurib qo'yganmi? Shunaqa. Obunachilar choynak tepada turishadilar. Qiziq. Mayli. Ana jonim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Artex. Janob Mir, siz bu yerda nima qilyapsiz? Axir qishloq yorib ketganda siz ham o'sha yerda o'lmaganmidingiz? Aliga qochgandim. Nega qishloqni tashlab ketdingiz? Qishloqda hali marki iflos yoqqandi. Aliga men anaqa tushmay qoldim-da ukam. Endi jon shirin. Qishloqliklarchi, eshitdilar tashlab ketdingiz siz. Siz qishloq xoinisiz. Qani shaharda hokim bo'lib oldingiz? Anaqa ukam. Xullas qiziq emas. Qanachi nima kelganding maqsadga o't? Maqsadga o'tadigan bo'lsa, men xullas ferma chiqmoqchiman. Menga pul kerak. Menda yetarlicha pul yo'q. Keyin uni ruxsatnomasi kerak. Xullas soliqlar deybilsa, ukam soliq to'lamay qo'yur. Rahmat. Keyin meni nomimdan borsang, do'konchilar bepulga beradi. Xo'p, okey, obunachilar. Ishimiz ancha yaxshilandi. Qishloqliklar o'lsa o'lib ketaversin, jitillar. Menga farqi yo'q edi. Prosta endi hali ibratli videolarda gapirib qo'ydim. Men bu yerdan bir narsa sotib olaman. Qornim biroz ochib qoldi. Assalomu alaykum, kiraveraymi? Kiravering. Sizda do'konchi ekan-da? Do'konchi. Nima olmoqsiz? Men qarochi steak bor. Olmami? 3 ta steak olaman aka. Qanchadan? 5 mingni. Okey. Bolalar, men yetib keldim. Ancha charchab ketdim. Bu qorlar qachon erib tushunmayman. Yo'q. Nima dedi? Aniga meni nomimdan anaqa qilsang, anaqa beradi dedimi? Bitta narsa berganda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling aka. Nima olasiz? Men blog olmoqchi edim. Meni janob hokim yubordi. Ya'ni janob hokim nomidan kelyapman. Janob Jitil. Apsottor aka. Apsottor aka? Qishlog'imiz, qishloq emas. Shahar meri Apsottor aka. Apsottor aka. Aka ishonmaydigan bo'lsangiz, mana o'z shaxsiy boltachasini ham bergan menga, hozir ko'rsataman. Ko'rsinchi? Hozir meningchi. Mana. Rostdan. Apsottor akaning boltachasi bu. Yaxshi, ishondim. Pulida o'zi keyinroq kelib berib ketar ekan aka. Xo'p, rahmat.
Okey, endi yaxshi do'stlar, ichimiz tekinga beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bu shaharning hokimi Abdusator aka boltachasi. Ya, Ruslanam, qanday yordam bera olaman? Men, короче, 3 tami nechtadir eshik olaman, keyin taxtda, keyin mana bunday bloklardan olaman. Pulida Abdusator aka o'zi beraveradi. Abdusator aka, xo'p, bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, gap yo'q. Gap ortiqcha gap bo'lishi mumkin emas. Brat, olishingiz mumkin. Kelib turing. Xo'p, bo'ldi aka, kelib turaman. Xo'p, men bunaqa bloklardan 56 ta oldim, toshliklardan, daraxtdan toshlikda 3 ta eshik oldim. Oldi. O'zim hisob kitob qilib, Abdusator aka bilan gaplashib olaman. Keyin bitta Matega oldim. Mana bitta, boltachi bo'ldi. Oppoy aka. Bular esa xullas kamdan kam topiladi. Okey. Abdusator aka ancha yordam tegyapti bolalar. Abdusator aka. Hokim. Xo'p. Ancha kelin. Sanjar, aka. Men firma quryapman. Короче, do'konga nima qilib 1-2 kun do'konga kelmayman. Bo'ldi aka, tushundim. Xo'p. Sanjarga aytib qo'ydik bolalar. Xo'p, endi borib, lekin Abdusatorga katta yordam qilyapti borib bolalar. Kelib olib bolalar mana qurib oldim. Okey, hozir biroz joy qolib ketdi. Menga yer bloklar kerak endi. Короче, firmachilar qilishga ana birata bo'lish kerak. Blok sotadigan birata. Yes, anaqa sizda blok bormi hali yer? Orqa tarafga o'tsangiz bor. Okey. Orqa tarafda boring. Mana qurib oldik bolalar, ulashlar. Stop, bunisi noto'g'ri ketib qoldi. Nito menimcha mebel mutta xatosi. Okey, bu yerga bir. Okey. Oyog'im og'rib ketdi, yoma-yo. Tepadan ham sakrisam, parosotim o'zi. Mayli. Kommentariyaga kirib, qarachi Abdusator aka sila deb yozib ketinglar. Dushi bratga kattakon rahmat, jigar jonlar sog' bo'lsin. Xo'p, mayli. Qishloqda ham o'zi zo'r odam edi ular, eshitili edi. Menga ko'rchi yordam qilardi. Esinglardami avvalgi qishloq videolarimda mer bo'lgan edi. No shaharga kelibdi, yaxshi shaharga kelibdi. Ishim ham og'irama mushkul qildi. Og'irlashlar. Yo, og'irmi yengil qildi. Yo, bro. Bo'ldi, anaqa qilamiz. Yig'ishtirish, karam churmeni. Kulmay, bilapan, qarab kulyapsan. Okey, mayli. Derazalar qo'yib olamiz, oynalarni anaqa. Короче, Markda politsiya topshirib yuborgandi. Baba qamoqdan qochib chiqqanda, esinglarda bo'lsa, Markda o'ltirdik. Netto qo'yilib ketyapti. Mayli, keyinchalik to'g'rilaymiz. Xo'p, lekin haligi gapim cringe bo'ldi. O'sha joyda qirqib yana YouTube'ga edit qilib tarqatib tashamaylar yana. Hamma mushkulimi, qiyinimi mushkul deb yurishmasin. Yo'q, meni videolarim kim edit qilmasa kerak. Kimman o'zim, men hech kimman. Xo'p, даже 1k obunachim ham yo'q bo'lsa, kim ham edit qilardi, to'g'rimi? To'g'ri. Kim ham edit qilardi? Odam basman-ku men. Obuna bo'lmaysizlar-ku, kanal video ko'rib, просто chiqib ketasizlar-ku. Lekin bu komment pitvilyotda komment yoshadi. Yo. Ular o'qib chiqquncha boru, voy. Sochim oqar ketadi. Xo'p, mayli, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaysizlar, lekin yomon xafa qilardinglar, vallahi. Orqa qo'l ketyapti, mayli. Xo'p, vallahi. Mana ularni sindirib olamiz. Janirsan. Lekin unutmanglar, kommentariyaga kirib Abdusator aka sila deb yozib ketishdi. Abdusator jitel. Abdusator, yaxshi bolalar. Lekin ismiga o'ylaydi, bor shu bola ismi. Stop. Nimaga bu oynalar g'alati bo'lib qoldi, tushunmadim. Bolalar, nima bular? Ikkitalik bo'lib bir-biriga yoqishmayapti. Tushunmadim. Aylanati. Bu yoqdan qo'yish kerak ekan. Mayli. Bularni buzib chiqamiz. Menda biror tezroq buzdiradigan narsa yo'q ekan. Abdusator aka boltachasi bilan qilamiz. Abdusator jeteldi. Abdusator hokimmi? Abdusator hokim. Okey, mana uni
Sal tezlashgandek bo'ldi. Yo, tezlashmadimi, bolalar tushunmadim. Mayli. Okey. Xo'p, mayli. Negadir oyna sindirsam loy bloklar otilib chiqyapti, ya'ni loy qumlari. Menimcha bug bolalar. Okey, ana. Yaxshi bolalar, yaxshi. 3 ta ortib qoldi, 5 ta. Okey, buni ham qo'yamiz bolalar. Bolalar o'ynashlar albatta videoga like bosamiz. Men tayyor qildim bolalar. Sizlar ko'rganlaringdek, bir nito bo'lib qoldi. Hozir to'g'rilaymiz. Bolalar albatta videoga like bosib, kommentariyaga biror nimalar deb yozib ketinglar. Xatolik bo'lib qoldi, uzr. Короче, biznesda uchiramiz bolalar, boyib keyin Artex Boy degan shaharda Artex Boy yashaydi bolalar, короче. Xo'p, mayli. Okey, ana bolalar. Chotki bolalar, chotki. Gap bo'lishi mumkin emas. Bularni ham biroz kengaytiramiz, chunki olib chiqayotganda bitta blokdan chiqish qiyin bo'lishi mumkin. Bo'ladi. Tepasi yopish kerak bolalar. Menimcha qolganda keyingi videolarda ko'ramiz, chunki hozir video ko'pga cho'zilib ketadi bolalar. Hozir 11 minut bo'libdi o'zi. Okey. Men esa ko'pga video cho'zilishni istamayman. Okey. O'zida normalniy vaqtida bo'lgani yaxshi. Okey, mana bloklarni tashib qo'yamiz. Keyinchalik kelib olib ketaman. Men hozir borib, yana biroz blok olib kelaman va bu yerda tepasini yopib qo'yamiz. Bolalar o'ynashlar, iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bizni shuncha mehnatimizni qadrlagan holda. Mana men bugungi video chiqadi deb va'da bergandim. Mana video chiqdi. Keyin shu video ko'rganlaringiz, agar video shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, Appsat aka sila deb kommentariyaga yozib ketishni unutmanglar. Men mebel sotib olaman biroz. Keyingi videoda aytib beraman. Assalomu alaykum. Notanish bilan. Va alaykum assalom. Menga bir nechta stullar kerak. Nechta? Bu adashmasam 10 oldi.